Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashganimdan nihoyatda xursandman. Avvalom kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bayramlaringiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman butun O'zbekiston xalqini va qo'shni davlatlarni, O'zbekistonning barcha viloyatlaridagi insonlarni chin qalbimdan samimiy qutlayman. Bugungi temamiz burun gaymarit haqida suhbatlashamiz. Burun gaymarit kasalligi ko'proq shu bahor kuzlarda ko'proq qo'zadi. Gaymarit kasalligi bu shamollashdan kelib chiqadi. Shu boshni yuvib, yuzni yuvib, tashqariga chiqadigan bo'lsak, sovuq paytlarda, bu paytlarda shamollaydi. Kuchli shamollab asorati burun gaymarit bo'ladi. Manglaydan, yuzdan shamollashi bo'ladida bu. Ayniqsa sochni yuvib, chala quritib yo quritmasdan chiqib ketgan holatlarda, yuzni yuvib chiqib ketishda, ko'chaga chiqqanda shu holatlarga olib keladi, salbiy holatlarga olib keladi. Shuning uchun judayam e'tiborli bo'lishimiz kerak. Allohim dard berganga ham darmonni ham o'zi berib qo'yibdi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlar siroplari yordamida burun gaymarit kasalligiga shifosi bor deb tavsiya qilaman. Bemalol kelib, lechena olib sog'aylashlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Yana bir bora bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rab tilab qolamiz va kirib kelayotgan 2026-yil muborak yangi yil bilan chin qalbimdan butun O'zbekiston xalqini, viloyatlarni, barcha viloyatlarni va qo'shni davlatlarni muborakbod qilaman. Bemorlarimiz sog'aysin, hech ham bemor qolmasin deb Allohdan so'rab qolamiz.